Gennadiy dastlabki va'dasini bajardi. Men uning huzuridan chiqiboq alohida kameraga joylashdim. Sal o'tmay soqollari o'sib ketgan keng yelkali 60 yoshlardagi kar soqov mahbusni olib kirishdi. Biz yozma ravishda gaplashdik. Ismi Saveliy ekan. Kelasi yil turmaga tushganiga ro'parasi 6 yil to'larmish. Nogiron bo'lgani sababli zonaga yubormay turmaning o'zida qoldirishibdi. Lekin nimaga qamalganini aytmadi. Bugun kechqurun ma'lumot olib kelishga va'da berdi-yu, chiqib ketdi. Saveliyning bir odati menga yoqib tushgandi. Ora-orada menga yer ostidan tikilib qaradi-yu, mahzun jilmayish qildi. Mana shu xislatning o'zi mahbus ochiq ko'ngilli ekanini bildiradi. Saveliyni kuzatib qo'ygach, men darcha ortini ko'zdan kechirdim. Ha, devor bo'ylab uzun sim o'tgan. Karavotlarning birining ostidan uzun tayoq ham topdim. Demak, ma'lumotni qog'ozga va simning bir uchini lata ipga o'rab kichik sim bilan bo'ylayman va simning bir uchini o'sha aloqa ipiga osib qo'yaman. Yo'q, dedim o'zimga o'zim karavotga cho'zilarkanman. Ozodlik berishiga unchalik ishonmayman. Yaxshisi, Yelena bilan uchrashishlarini talab qilaman. Uni negadir sog'ina boshladim. Ajab emaski, uchrashuv bahona ko'nglini ovlasam. Oradan yarim soatcha vaqt o'tib, kamera eshigi ochildi. Turma nazoratchisining boshi ko'rindi. Senga peredachka bor, dedi u katta qog'oz qutini darchaga qo'yib. Yaxshiroq yeguliklar bo'lsa menga ham uzatishni unutmassan? Unutmayman, dedim hayron bo'lib, qutini ichkariga olarkanman. Men xasis emasman. To'g'risi hayron edim. Kim menga bularni jo'natishi mumkin? Qarindosh urug'im bo'lmasa bu yerlarda. Yo Nina xola jo'natdimikin? Shosha-pisha qutini ochdim. Ichida bir shisha konyak, 2 quti shokolad, apelsinlar, cho'chqa go'shti, yana bir nechta qog'oz pul. Pullar ostida bir qog'oz yotardi. Ochdim. Qog'ozga qisqa qilib seni sevaman deb yozib qo'yilgandi. O'yladim hayajonim ortib. Nahotki Yelena yo'qlagan bo'lsa? Ha, xuddi o'sha. Yelenadan bo'lak ayol bunday so'zlarni yozmasdi. U ham meni sevarkanda demak. Tezroq muddat tugay qolsaydi, sevgilimning visoliga yetsam, nima qilsam ekan? Javob yozaymi? Ammo kimdan berib yuboraman? Nazoratchidanmi? Ha, pul berib ko'raman. Oladi. Olmay qayerga borardi? Hovliqqancha qog'ozning orqasiga javob yozdim. Yelena, ko'nglimni tog'day ko'tarding. Men ham seni jonimdan ortiq sevaman. Murod Sharipov. Shundan so'ng kamera eshigini taqillatdim. Nima deysan? Darchasini ochib so'radi nazoratchi. Bormikan arziydigan narsa? Ha, men shosha-pisha konyakni unga uzatdim. Ketidan pulni ham qo'liga tutqazdim. Bir iltimos chiqib qoldi, dedim shivirlab. Qanaqa iltimos? So'radi nazoratchi u yoq bu yoqqa qarab. Tinchlikmi? Mana shu qog'ozni Yelenaga yetkazsang. Qaysi Yelena? Vrach bor edi-ku. Ha, umi? Qiyinroq-o, o'zing bilasan. Birov ko'rib qolsa, bildimki nazoratchi narxini oshiryapti. Qog'oz pulning yana bittasini berdim. Mayli. Shundan keyingina nazoratchi sovuq kulimsirab qog'ozni qo'limdan oldi. Harakat qilib ko'raman, dedi. Shu kecha tinch uxladim. Nazoratchilar ham eshikni ochib kiraverib bezovta qilishmadi. Negadir navbatchilik qismida ham baqir-chaqirlarni eshitmadim. Badanimdagi yaralar hali bitib ulgurmagan bo'lsa-da, deyarli og'rimasdi. Faqat yo'tal qiynardi. Yo'tal tutganda ichlarim burab azob berardi. Kunni qop-qora non va sovuq suv ichida 1-2 piyoz qoraygan sabzi bo'laklarigina suzib yurgan sho'rva bilan o'tkazgan bo'lsam ham, kayfiyatim kechaginga nisbatan bir muncha yaxshi edi. Shom mahaliga borib darchadan tashqariga qaradim. Uzun simga nimadir osilgan. Sim esa nuqul silkinardi. Men javob kelganga o'xshaydi, o'yladim ichimda. Qani, olib ko'raychi. Karovat ostiga berkitilgan tayoqcha yordamida simga osilgan xatni oldim va shosha-pisha o'qidim. Xatda kechqurun soat 22:00 da falon kameraga qonundagi o'g'rining huzurida bo'lishing shart. Nazoratchi kuzatib boradi deb yozilgandi. Hayron bo'ldim. Kim u qonundagi o'g'ri? Nega bunaqa atashadi? Yo o'g'rilarning kattasimikan? Ha, shunday bo'lsa kerak. Ammo turmada nima qilyapti u kattasi bo'lsa? Ozodlikda yurmaydimi? Menda nima ishi bor? Mayli, o'g'ri ekan-ku, har qalay kalla kesar degan nomim bor. Nimasidan qo'rqay? Borsam boraveraman-da. Haqiqatdan kechqurun kamera eshigi ochilib, umuman begona bir xomsemiz nazoratchi ichkariga kirdi. Qani oldimga tush, dedi dag'dag'a qilib. Bir joyga borishing kerak. Qayergaligini bilsak bo'ladimi, komandir? Tergovgami? Borganingda bilasan, mishqi. Battar asabiylashdi u. Yur degandan keyin yuravermaysanmi? Men jilmagancha tashqariga yo'l oldim. Bu yerga kelganimdan beri faqat turmaning bir qismini ko'rgan ekanman.
Biz oldinma-ketin deyarli turmaning yarmini aylanib chiqib, bir chetdagi kameraning biri ro'parasida to'xtadik. Sen devorga o'girilib, qo'llaringni orqaga qilib tur, dedi nazoratchi. Kamera tuynugini taqillatish asnosida tuynuk ochilib, kimningdir kal boshi ko'rindi. Olib keldim, dedi nazoratchi unga. Bosh qimirlab ma'qul ishorasini qildi va nazoratchi qo'lidagi kalit bilan kamera eshigini ochdi. Qani ichkariga kir. Ajabo, bu yer agar beton devorlarni, darchayu temir eshikni aytmasa, mo'jizagina kvartirani eslatadi. Chapga karavot qo'yilgan, to'shaklar ustiga oppoq choyshaplar to'shalgan. Bosh tomonda paxmoq bo'lish, bir burchakda televizor, yonida katta magnitofon, sal narida esa yumaloq stol. Stol ustiga bir shisha konyak va shokolad qo'yilgan. Qizig'i karavotlarning birining biqinida joylashgan orom kursida keng yelkali, sochlari ustarada qirib tashlangan, nari bersa mendan 2-3 yosh kattaroq rus yigit o'tiribdi. Egniga yangi sport kostyumi kiyib olgan. Tepasida boya tuynukdan mo'ralagan kal bosh tik turar. O'tirgani nuqul katta sochiq bilan yelpirdi. Yigit meni ko'rgach, nomiga 1-2 qimirlab qo'ydi-da, nazoratchiga chiq ishorasini qildi. Bu kim o'zi? Xayolimdan kechirdim men. Turma nazoratchisining qulluq qilgancha tashqariga chiqib ketishidan hayratga tushdim. Kalla kesarga o'xshamaydi, chunki bilagida mendagi kabi suratlar yo'q. Unda nega o'tirgan yerida buyruq beradi? O'tir. Xayolimda bo'lib, menga ro'paramdagi kursini ko'rsatdi-yu, namuncha bo'shashmasang, o'tirsang-chi tezroq. Men kursiga cho'kdim. Xo'sh, ishlar qalay, yigit? So'radi. Meni mensimaygina boshdan oyoq kuzatarkan, yomon emas, javob qildim xotirjam ohangda. Shunaqa degin? Yigit kalboshga ma'noli qarab qo'yib o'rnidan turdi. Nima ish qilib qo'yganingni bilasanmi? Hech bir ish qilganim yo'q, dedim uni tushunmay. Hamma qatori jazoni o'tayapman. Yo'q-e, sovuq tirjaydi yigit. Aytgancha, meni taniysanmi? Yo'q. Kel tanishaylik unda, deb Romani chaqirdi. Xo'jayin qulog'im sizda. Kalbosh shosha-pisha qo'lidagi sochiqni karavotga tashlab, qarshimizda hozir bo'ldi. Bu hali meni tanimas ekan, dedi yigit. Nima qilamiz? Tanitamiz-da, xo'jayin. Kalbosh meni kaltaklash niyatida qo'lini ko'tardi. O'zingni bos, Roma, uni qaytardi yigit. Baribir bunga kuching yetmaydi. Xo'sh, oting nima? Murod. Meniki Saveli. Nega mentlarga xizmat qilyapsan, Murod? Kimga xizmat qilibman? O'zing bilarsan. Shuni ham men eslatishim kerakmi? Men hech kimga xizmat qilganim yo'q. Bekor qilasan, Murod. Bu ishing yaxshi emas. Sendaqalar faqat adolat kurashishi lozim edi. Mayli, ko'rgilikda xomlik qilgansan, ishongansan. Murod, dedi u bosiqlik bilan. Sen prokurorning gapiga kirib, unga xizmat qilib qo'ygansan. Shuni bilasanmi? Ha, javob qildim tavakkaliga. Nima qilibdi? Turma qonunlarini bilmaysanmi, nima bola? Juda yaxshi bilaman. Xo'sh, sotqinlarga qanday jazo tayinlanishini bilasanmi? Men hech kimga sotqinlik qilganim yo'q. Yo'q, sotqinlik qilgansan. O'z maqsading yo'lida prokurorning nog'orasiga o'ynagansan. Afsus, endi seni juda katta sinovlar kutyapti. Ming afsus. Qo'rqitaverma, dedim bo'sh kelmay. Sen o'ylagan qo'rqoqlardan emasman. Shunaqami? Juda yaxshi. Ko'ramiz. Jenya, shu zahoti kamera eshigi ochilib, xomsemiz nazoratchi kirib keldi. Olib ketishing mumkin. Qani oldimga tush. Men Saveli va Romaga bir-bir qarab oldim-da, itoat bilan tashqariga yo'l oldim. Kameraga yetib keldik. Seni Vasiliy Ivanovich kutyapti, dedi nazoratchi. Bu gapni eshitdim-u, yuragim g'ash tortdi. Nahotki hammasining tili bir bo'lsa, o'yladim men. Prokuror bilan bir bo'lishib adabimni berishmoqchimi? Qaysi gunohim uchun? Nega bu qadar sirli ish tutishadi? Vaqt allamahal bo'lib qolgani sababli turma ichkarisida ham sukunat hukm sura boshlagandi. Faqat tashqaridagi soqchilarning ayon-ayonda so'kinib qo'yishlari quloqqa chalinadi. Navbatchilik qismi eshigi lang ochiq ekan. Ichkarida mayor Vasiliy Ivanovichdan bo'lak hech kim ko'rinmadi. U xonada sigaret chekib o'tirardi. Stol ustida yarimlagan aroq, atrofida 2-3 ta tuzalgan bodring bo'lakchalari sochilib yotardi. Mumkinmi, o'rtoq mayor, deb ostonadan ruxsat so'radim. Mayor kayfdan qizarib ketgan, ko'zlarini katta-katta ochib, ikkalamizga alam aralash bir muddat tikilib qoldi va nihoyat qo'lini nazoratchiga paxsa qilib buyurdi. Sen daf bo'l, ana bu iflos mishqi ichkariga kirsin. Buyruq bajarildi. Men ikki qo'limni orqaga qilib, mayor Vasiliy Ivanovichning qarshisiga bordim. Ochig'i bu yerga nima sababdan meni olib kelishganini juda yaxshi payqab turardim. Bo'lib o'tgan ishlar bu nusxaning qulog'iga ham yetib kelgan. Aks holda, to'xta. Saveli bilan buning qanday aloqasi bor? Axir
meni o'shaning oldidan to'g'ri bu yerga olib kelishdi-ku. Mayor birpas menga nafratli tikilib turdi. So'ngra qo'lidagi aroq to'la stakanni polga urdi. Stakan chilcha sinib har tarafga sochilib ketdi. Iflos, gandiraklagancha qo'rqqanidan o'rnidan turib ketdi mayor. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. U qo'rqqanidan borib eshikdan yo'lakka mo'raladi-da, baqira boshladi. Soqchilarni chaqirdi. "Tez bu yoqqa kel", deb baqirdi. Ko'z ochib yumguncha qo'lida charm tayoq tutgan 2 askar paydo bo'ldi. "Manavini 12-kameraga olib borib tiqlaring", buyurdi mayor meni ko'rsatib. "Faqat tez bo'llaring." Askarlar buyruqni eshitganlari zahoti 2 qo'ltig'imdan mahkam siqib, tashqariga olib chiqib ketishdi. To aytilgan kameraga yetgunimcha mayorning so'kinishlari qulog'imga chalinib turardi. Itdan tarqagan, sotqin. Kamerada 3 erkak papiros tutatgancha o'tirishar. Biri past bo'yli, oddiy maykada, ikkinchisi yuzi va o'ng bilagi chuqur chandiqli ko'k ko'z edi. Uchinchisi esa baland bo'yli, ozg'in, qirra burun. Ular meni ko'rishlari bilan nazoratchiga ham e'tibor bermay kulib yuborishdi. "O, mehmoncha kelib qoldi", qichqirdi chandiqlisi. "Qachondan beri kutamiz buni? Qani burchakka o'tib o'tir." Bu orada nazoratchi ham masxarali tirjayish qilib tashqariga yo'l oldi va kamera eshigini qulfladi. "Qani yigitning guli?" Chandiqli ko'kko'z ariston menga yaqin kelib, yelkamga qo'lini qo'ydi. "Biz yuborgan sovg'ani oldingmi?" Men uning masxarali muomalasidan jahlim chiqib, chuqur xo'rsindim va labimni tishlab, o'zimni sal orqaga oldim. "Nega indamaysan?" sovuq tirjayib so'rashda davom etdi u. "Yo olmadingmi? Qanaqa sovg'a? Qanaqa bo'lardi? Ichida seni sevaman deb yozib qo'yilgandi." "Nima? Hali 3 maxsus baravariga kulib yuborishdi." "Ha, seni hammamiz sevamiz", luqma tashladi past bo'ylisi. "Bu kecha biz seni yaxshilab mehmon qilamiz." Ifloslar, men ortiq chidab tura olmasdim. Qarshimdagi chandiqli mahbusga tashlanib bo'ynidan bo'g'a boshladim. Mahbusni shu qadar qattiq bo'g'dimki, g'ash-pash deguncha xirillay boshladi. Qolganlari esa menga yopishib, ikkalamizni ajratish payida edi. Biroq kuchlari yetmasdi. Shu payt boshim aralash qattiq buyum kelib tushdi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketganday bo'ldi. Hushimdan ketdim. Ko'zimni ochganimda uchalasi bamayla xotir nonushta qilishar. Ayon men tomonga ko'z tashlab qo'yishardi. Tun bo'yi shunday yotibman shekilli, o'yladim men. Lo'qillab og'riyotgan boshimni sekin ko'tarib qo'zg'alarkanman, mayli. Hozir bularga qanday urushni ko'rsatib qo'yaman. Hali mening kimligimni bilmas ekan. "Xonim, uyg'ondilarmi?" baqirdi chandiqli mahbus. Qolganlari bu gapdan huzur qilib kulishdi. Men bo'lsam o'rnimdan turib 1-2 silkinib, o'zimni o'nglagan bo'ldim-da, ularning tepasida hozir bo'ldim. "Xizalak, shimingdagi qonni artib olsang-chi", deya baqirdi ozg'in qirra burun mahbus. "Ayol bo'lganingda ham g'irt farosatsiz bo'larkansan-da o'zing." Sekin shimimni ko'zdan kechirdim. Haqiqatan o'ng oyog'imda qon izlari qolib ketgandi. "Lekin hushingdan ketganing ja ish berdi-da", hiringladi past bo'ylisi. "Uchalamizni navbatma-navbat xursand qilding. Ana endi o'zingga kelib qolgan bo'lsang, bir hojatxonani tozalab yubor", deyishdi. "To'xta jo'ra, oldin akasining oyog'ini uqalab qo'ysin", luqma tashladi qirra burun. Bu nima deganlaring?" oraga suqildi 3-mahbus. "Yana bir martadan mazza qilaylik. Badan qizib ketyapti axir. Sen ifloslar kimni haqorat qilyapsan?" Men birinchi bo'lib past bo'yliga bo'yin aralash musht tushirdim. Ikkinchi zarbani chandiqli mahbusga yo'lladim. Kutilmagan oyoq zarbamdan chandiqli orqaga ag'anadi. Qirra burunga esa 2 marta tarsakim kifoya qildi. Og'zi burni qonga bulangan mahbus xujanak bo'lib olgancha polda tipirchilay boshladi. Men bu zarbalarni shu qadar tez yo'lladimki, mahbuslar baqir-chaqir qilishga ham fursat topa olmay qolishdi. Uchalasiga yana 1-2 tepkidan hadya qilib o'chirgach, o'zim nazoratchini kameraga chorladim.